Jonli lavhalarga ulashga qaror qildim. Xush kelibsiz. Nima shikoyat bilan kelgansiz? Assalomu alaykum. Men birinchi kelganimda davlenam tushib ketardi. 80 ga 40, 60 ga 40 ham bo'lib ketardi. Keyin ovqat yesam, ovqatim yaxshi hazm bo'lmasdi. O'ta holsiz edim. Nafasim qisardi. Oyog'imda og'riq kuchli edi. Xudoga shukr, alhamdulillah, hozir holatim rosa yaxshi. Mashalloh. Hozir nimalarni his qilyapsiz endi? Yengilman. 14 kilo vez tashladim. Mashalloh. Qiyin bo'lmadimi vez tashlash? Yo'q. Qaytaga men yashashni endi boshladim. Demak, yoshardiz. Yoshardim. Ko'rgan odam nima qilyapsiz, nima ichyapsiz, yosharib ketibsiz degan gaplarni eshityapman. Umumiy holsizligingiz qanaqa? Ancha yaxshi, deyarli 100% yaxshi. Yaxshisiz. Yaxshi, mana bosh og'rig'im yo'q bo'ldi. Mashalloh. Bularni kelganda taxillar hozir telefonda ekan, ko'rsatmayapman. Aslo Seractibel hammasi baland bo'lgan. Hozir ancha normaga tushgan, TTga baland bo'lgan. Qalqonsimon bezda muammo bo'lgan, energiya defitsiti bo'lgan. To'g'rimi? Holsizlik, charchoq, soch to'kilish hammasi bo'lgan. Mana hozir savdoda uchib yurib, savdoni o'rtasida vaqt ajratib kelibdilar. To'g'rimi? Shunaqa. Muxlislarimizga nima tavsiya berasiz? Masalan, siz davolanishda nimalar, mana ximikat oldingizmi, boshqa qildingizmi, kompensatsiyalar qildingizmi? Yo'q. Nimalar qildingiz? Faqat zaytun tip dorilarni ichdim, to'g'ri ovqatlandim. Sog'lom turmush tarziga ko'p gapiraman. U 100% to'g'ri ekan. Men o'zimda sinadim, muxlislarga ham shuni tavsiya qilaman. Bemalol aytaman, kelib davolanishsin. Shu sog'lom ovqatlanishda nimalarni o'zingizga kirgizdingiz, nimalar chiqardingiz va nimalar xato qilayotgan ekansiz? Men ko'p ximikat yeyotgan ekanman. Gazlilar ko'p ichardim, shakar. O'shalardan 100% voz kechish kerak ekan. Qiyin bo'lmadimi do'konning ichida? Do'kon ichida eplasa bo'lar ekan. Chunki doim do'kon ichida pishiriqlar ichidasiz. Eng qiyin aslida sizga bo'ladi-da, doimiy ko'rib turasiz. Shunaqa, lekin men to'g'ri yo'lga kirganimni bildim. Energiyani eng zo'ri mana hozir menda deb o'ylayman. Mashalloh. Yeyaverardim, mana energetiklarni ichaverardim. Lekin ular meni borgan sari quvvatsiz qilib qo'ygan ekan. Demak, sog'lom turmush tarzi eng asosiy ekanligini his qildingiz. Qolganlari qo'shimcha narsa ekanligini his qildingiz. Dori ham ikkinchi o'rinda ekan. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Barakalla, yaxshi, mashalloh. Azizlar, sizlarda ham shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishinglar mumkin. Xudo xolasa, yana qaytarib aytaman, maqsadim faqat biznes emas, doim aytaman. To'g'rimi? To'g'ri. Birinchi bu qo'shimcha narsalar hamma yozganimiz. U farqi yo'q, biznikimi, chet eldikimi, Amerikami. Birinchi sog'lom turmush tarzi. To'g'ri. Ya'ni uyqu, to'g'ri ovqatlanish, harakat. Shunaqa ekan. Harakatingiz qanaqa bo'lyapti hozir? Harakatim zo'r, biznesim ham zo'r. Charchab qolardim. Telefonlarga ham javob bergim kelmay qoladi oxirgi paytlar. Mashalloh. Yaxshi, omadingizni bersin. Biznesingiz gullab rivojlansin. Xo'p.